Mani polvonchamni ko'ryapsizlarmi? Qo'ng'atoyimni qo'llarini og'ziga tiqib olganini shunaqangi shustiringizlar, qarab turinglar-da oyijonlar. Bu qo'lini, bosh barmog'ini og'ziga tiqib olib, shu qo'li chiqib ketmasligi uchun ikkinchi qo'li bilan ushlab turibdi. Ko'rdinglarmi? Bunaqasi bo'lmagan. Mana qaranglar. Aytaman, bular shunaqa umniy bo'lishadi. Bilmayman, tug'ilgandan keyin nima hech narsani bilmaydigan bo'lib qoladi. Bilyaptim. Jonim mani, turishlaridan. Ular rasmlari, juda ham videolari ko'p edi. Videolaridan onasiga mana shunaqangi rasmlar qilib berdim. Zulayho opa, katta kartina yasattirmoqchiman. Bolamni xonasiga dedilar. Hali bundan ham zo'rini qilib beramiz. Uning uchun videosidan tayyorlab beraman. Katta kartina qilib beraman. Mana shunaqa tillarni chiqarib tursin, ko'rdinglarmi? Mana sizlarga.